Keyin to'rtinchi variantimizni tahlil qilishni boshlaymiz. To'rtinchi variant birinchi misol. Hisoblang. To'rtinchi misolda birinchi misolda oldingi variantlarga o'xshab eng kichkinasini belgilashga olamiz. Mana misol uchun bu yerda mana 64 ni eng kichkina deb hisoblab A deb belgilab olsak, 28365 plus 1 bo'ladi. 28368 A plus 4 bo'ladi. Ko'rinib turibdi. Bu A ga teng, keyingisi A plus 2. Ya'ni A plus 2. Bergan ifodani soddalashtirib qavslarni ochib chiqamiz. Ya'ni A kvadrat plusdan 5A plus 4. Keyingisiniki A kvadrat minusdan 2 ko'paytirilgan A. A kvadratdan qisqarib ketadi. 5A dan 2A ni ayirsak 3A. 3A chiqqandan keyin bizda plusdan 4 bor. Endi A ni o'rniga qaytarib o'sha ifodani qo'yamiz. Son 28364 plus 4. 3 kere 4 12, bir yodda 18, 19, yana bir yodda 9, 10 0 bir yodda 24, 25. 2 yodda 6, 8. Ya'ni 85092 plus 4. Bu degani 85096 degani. Demak, C javob to'g'ri bo'ladi. Birinchi misolimiz C javob chiqar ekan. Keyingi misol natural n sonli kvadratini 10 ga bo'lgandagi qoldiqlarning yig'indisini toping. Demak, natural n sonli kvadratini 10 ga bo'lgandagi qoldiqlarning yig'indisini toping. Demak, natural n sonli kvadratini 10 ga bo'lgandagi qoldiqlarning yig'indisini toping deyapti. Buni qoldiqlarning yig'indisi har qanday natural sonni kvadratini deyapti. Har qanday sonni 10 ga bo'lgandagi qoldiq o'sha sonning oxirgi raqamiga teng bo'ladi. Har qanday natural sonni 10 ga bo'lgandagi qoldiq o'sha sonning o'zining oxirgi raqami. Demak, natural sonni oxirgi raqami 0 bilan tugashi mumkin, 1 bilan tugashi mumkin, 2 bilan, 3 bilan, 4 bilan, 5 bilan, 6 bilan, 7 bilan, 8 bilan, 9 bilan, 10 bilan tugashi. 9 bilan tugashi mumkin. Endi bularning kvadratlarini nima bilan tugaydi? 10 ga bo'lgandan qoldi. Masalan, 0 ning kvadrati 0. Demak, buni 10 ga bo'lgandagi qoldiq ham 0 bo'ladi. 1 ning kvadrati 1. Buni 10 ga bo'lgandagi qoldiq ham, demak 1. 2 ning kvadrati 4. 10 ga bo'lgandagi qoldiq. Yana 4 bo'ladi. 3 ning kvadrati 9. Demak, buni 10 ga bo'lgandagi qoldiq ham necha bo'ladi? 9 bo'ladi. 3 ning kvadrati demak qoldiq ham 9. O'chiraveramiz. 9. Endi 4 ning kvadrati 16 bo'lib turib, demak 6 bilan tugayapti. Qoldiq. 5 ning kvadrati 25 bo'lib turib, 5 bilan tugayapti. Qoldiq. 6 ning kvadrati 36, 7 ning kvadrati 9. Yana shular qaytaverar ekan. Ya'ni 6 ning kvadrati demak qoldiq yana 6 bo'lib qolyapti. Bu takrorlanyapti. Keyingisi ham demak takrorlanib ketaveradi. Demak, bizda bunga bo'lsak chiqishi mumkin bo'lgan qoldiqlar 0, 1, 4, 6, 5, 9. Bularni yig'indisini topamiz. 0 plus 1 plus 4 plus 5 plus 6 plus 9. Qo'shaman 9, 10, 16 yo 25. Tamam, javob D javob. İkinci misol D javob bo'lar ekan. Endi uchinchi misol. Natural sonning yig'indisi 15 ga teng bo'lsa, ularning ko'paytmasi quyidagi sonlardan qaysi biriga teng bo'lishi mumkin? Ikkita natural sonning yig'indisi 15 ga teng. Masalan, x plus y teng 15 bo'lsa, ularning ko'paytmasi nechiga teng bo'lishi mumkin? Masalan, bizda x soni bittasi 2 bo'lib turib,
bittasi 13 bo'lishi mumkin. Bizda 30 bilan 40 orasida son bo'lishi kerak ekan, uning uchun bittasi 9 bo'lsa, bittasi 6. Demak, 36 ga teng bo'lishi mumkin ekan. C javob, ya'ni 4 kira 9. Yo'q, 36 deyman adashib. Ko'paytmasi bunaqa chiqmaydi. Bitta qiymati. Masalan, tanlab o'tirmasdan olsak ham bo'laveradi. Misol uchun, javob oladigan bo'lsak, x ko'paytirilgan y teng 34 bo'lishi. Ikkita sonni, demak, ko'paytmasi 34 yig'indisi 15 chiqadigan son bormi? 2 bilan 17 bilan xolos bo'lmaydi. Javob ketadi. Endi B javobga o'tamiz. X plus y teng 15 bo'lsa, x y teng 35. Demak, B javobda ko'paytmasi 35, yig'indisi 15. 5 bilan 7. Demak, B javob emas, degan bo'lmadi. X plus y teng 15, x y teng 36. Tak. Bunda bitta qiymat 12 bo'lishi mumkin. Ikkinchi qiymat 3 bo'lishi mumkin ekan. Demak, C javob. Uchinchi savol, demak, C javob bo'ldi. Berilgan ifodaning oxirgi raqamini toping. Qanday darajasi 5 bilan tugaydi. Endi 4 nechtada qaytadi? 4-birinchisi. 4 kvadrat. 16, 4 kubi. Yana 2tada qaytyapti. Toq daraja 4 bilan, juft daraja 6 bilan. Juft daraja bo'lganligi uchun demak bu 4 bilan 6 bilan tugaydi ekan. +7. Bundan 5 minus 4 bersak 15 dan 6 kelsa 9 plus 7. Tak. 9 dan 5 ni ayiramiz. 4 bo'ladi. 4 dan 7 ni ayiramiz. Beş bilan tugayapti. Agar bu 1 bo'lsa, shunda hozir bu ifodada 5 dan 9 bersak 4 bo'ladi. Qandaydir katta manfiy son chiqadi. 4 bilan tugaydigan. Uni 7 ni qo'shsak 7'den 14'den 7 ayrılıp mesela 7 ayrılıp da 7 bilan tugaydigan son bo'lyapti. Va hokazo 7 bilan tugaydigan son chiqyapti. Javob yo'q. Demak, to'g'ri javob yo'q bo'lyapti. 4-chi savol. 4-chi savol to'g'ri javob yo'q chiqdi. Va 5-chi savol. 5-chi savol degan safar ham qaytalangan. Bu yerda y manfiy son va bular bir-biriga teng. Y manfiy son bo'lsa, demak x soni ham, y soni ham musbat son bo'lishi kerak. Hop, musbat son bo'lganlarga bu yerda demak x kattami, y kattami buni bilish kerak. Berilgan ifodada x ham y ham musbat son bo'lsa, endi y bilan endi eng kichkinasi demak y musbat son emas, y manfiy son. Y emas. Manfiy son bo'lishi kerak. Z musbat son bo'lyapti.
Eng kichkinasi y bo'lyapti. O'z-o'zidan bir javob bilan A javob ketadi. X kattami, y kattami bilish uchun 7x teng mana 5 taqsim 8z. Shu ikkalasini tekshirib ko'ramiz. Bundan 32z teng 35x. Bu 35 ga ko'paytirilyapti, bu 32 ga ko'paytirilyapti. Demak z katta x. Tak. S javob. Boshqa javob bo'lishi mumkin emas. 5-savol S javob chiqyapti. Ikkinchi savolga o'tamiz. Berilgan ifodalar ko'p qadar aynan teng bo'lishi uchun A va B'lar qanday bo'lishi kerak? Aynan teng bo'lishi uchun bularni qavsini ochib chiqishimiz kerak. A ko'p qatda ochib chiqadigan bo'lsak, A ko'paytirilgan x kvadrat minus 4. Plus bunisi 2x kvadrat minus 2bx plus 6. Ko'rinishiga keldi. Bundan ax kvadrat minusdan 4x plus 2x kvadrat minusdan 2bx plus 6. Endi bx ko'p qatda ochib chiqamiz qavsini. O'zi ochilgan ekan bu. Bx kvadrat minusdan 8x minus 4 plus 6. Aynan teng bo'lishi uchun mana bular bir-biriga teng bo'lishi kerak hammasi. Ya'ni a plus ax kvadrat plus 2x kvadrat teng bo'lishi kerak bx kvadrat. X kvadrat qisqartirib. B'ni a ni oldiga olib qo'yamiz, 2 ni o'ng tomonga olib qo'yamiz. Endi aynan mana bular teng bo'lishi kerak. Yonida x bo'lsa. Ya'ni minus 4x minus 2bx teng bo'ladi minus 8 ga. Bundan minusdan 2bx teng bo'ladi 8x bo'lsa minusdan 4x bo'ladi. Mana qisqartirib olamiz. Bundan b ni qiymati 2 chiqadi. B 2 chiqqandan keyin a ni qiymati 4 chiqadi. A ni qiymati demak 4. B ni qiymati 2. Aynan teng bo'lishi uchun. Masalan minus 4x minus 2bx teng minus 8x. Nimaga unaqa javob yo'q? 4a bo'lishi kerak. Ichida adashib ketibmiz. 4a yo'q. Tak, endi birinchi to'g'ri bo'lsa, mana bu xato bo'ladi. Minus 2bx bilan minus 8x teng bo'lishi kerak. Bundan b ni qiymati 4 chiqadi. 4 demak a ni qiymati 6. Olti chiqishgan. B teng 4, a teng 6. Adashmadi, x kvadrat minus 4a 2x kvadrat. Ax kvadrat plus 2x kvadrat bo'ladi. Bx kvadratga. Yana qiymati 6. Bana qiymati 6. A teng 6. B teng 4, a teng 6. Bunda ham to'g'ri javob yo'q. Yana bir tekshirib ko'riladi. Bu to'g'ri javob yo'q. Oltin savolda yana xato qilingan shekilli. Bizda b teng 4 chiqyapti-da, a teng 6 chiqyapti. Mana shuni tekshirib ko'rish kerak. 7-savolga o'taman. Berilgan ifodani x teng 10 taqsim bo'lgandagi hisoblangan. Demak, buni hisoblash kerak. Buni hisoblash uchun birinchi soddalashtirib olamiz. Hammasidan x minus 5 bir xil. X minus 5 ni tavsidan tashqariga chiqarib olamiz. Chiqarib olsak yoki belgilash kirib olsak ham bo'laveradi. Belgilash kirib ishlab ko'raman. Mana misol uchun. Masalan, a ning kubi minusdan 3a kvadrat minusdan 3a plus 1 desak. Yaxshilab e'tibor bersak, a plus 1 ning kubi ekan. Demak, a ni o'rniga x plus 5 ni qaytarib qo'yaman. X minus 5 da plus 1 bor. Tepasida kub bor. Demak, x minusdan 4 ning kubi bo'ladi. X o'rniga 10 taqsim 3 qo'yamiz. Minus 4. Tepasida 3 bor.
12, 10 minus 12 taqsim 3 umumiy mahraj beraman. Tepasida 3 bo'ladi. Bundan buni ayirsak minus 2 taqsim 3 bo'ladi. Buni ko'pga ko'taraman. Ko'pga ko'tarsam minus 8 taqsim 27. Demak, B javob to'g'ri bo'ldi. Hop, 7 javobi B javob bo'ldi. Ko'paytuvchilarga ajrating. 8-misol. Berilgan ifodani ko'paytuvchilarga ajratish uchun nargisidan bir xilini chiqarib olamiz. 3x minusdan to'g'rigilik turaveradi. Minusdan 2 ni chiqarib olsa, o'zi 3x minusdan to'g'rigilik qoladi. Demak, ikkalasida ham 3x minus 4y chiqarib olamiz. X minus 2. Bo'ldi, ko'paytuvchilarga ajrating. 3x minus 4y x minus 2. Da javob. 8-misol da javob chiqadi. 9-savol. 9-savol. Soddalashtiring. Xo'sh. Demak, x ni 1 taqsim 3-darajasini a deb belgilab qo'ysak. Belgilash kiritish osonroq. Bundan x ni o'zi a ning kubi bo'ladi. Kubi ko'tarib qo'yadi. 3 ko'paytirilgan a ni minus 1 taqsim pastda a ni kvadrati minusdan 2 ko'paytirilgan a ni minus 1 ayrilgan. A taqsim a ning 4-darajasi minus a tepasida minus 1 bor. Ayrilgan 1 minus 2 ko'paytirilgan a ning kubi taqsim 3 ko'paytirilgan a ning kubi minus 2 ko'rinib keladi. Tepasida demak minus 1 bor. Endi soddalashtiramiz. Ya'ni tepaga ham pastga ham a ni ko'paytirib olsak, bu yerda 3 qoladi. Pastda a ning kubi minus 2 qoladi. Hop, minusdan a taqsim demak a ning kubi minus 2 qoldi. A ni ko'paytirdik tepani pastda. Pastdan a ni taqsimdan tashqariga chiqarib olsak, a ning kubi minus 1 qolyapti. Tepasida minus 1. Minusdan teskari yozib qo'yaman. 3a ning kubi minus 2 taqsim 1 minus 2 ko'paytirilgan a ning kubi. Hop, a ni qavsdan tashqariga chiqarib qisqartirib oldik. Endi umumiy mahraj beramiz. Birinchi qavsning ichiga. Umumiy mahraj ikkalasini ko'paytmasi bo'lishi kerak. A ning kubi minus 2 ko'paytirilgan a ning kubi minus 1. Tak, birinchisiga, ya'ni 3 ga a ning kubi minus 1 ni ko'raman. Ikkinchisiga a ning kubi minus 2 ni ko'raman. Tepasida minus 1-darajada bor. Ayrilgan 3 ko'paytirilgan a ning kubi minus 2 taqsim 1 minus 2 ko'paytirilgan a ning kubi. Hisoblayman. Qavslar ochib o'raman demak 2a ning kubi. Hop, minus 3 minus 2 minus 1 degan. Xo'sh, minus 1. Taqsim pastda a ning kubi minus 2 ko'paytirilgan a ning kubi minus 1. Qavsda yotdim tepasida minus 1 bor. Mana uni o'rniga almashtirib minusga chiqarsak plus bo'ladi. 3a ning kubi minus 2 taqsim 2a ning kubi minus 1. Tak, hisoblaymiz. Teskarisiga almashtiramiz mana buni. Hisoblaganimizda a ning 6-darajasi minusdan. Demak, a ning 6-si bo'lsa minusdan 3a ning kubi. Minusdan 2 taqsim pastda 2a ning kubi minus 1 qo'shilgan 3 ko'paytirilgan a ning kubi minus 2 bo'ladi. Taqsim pastda 2a ning kubi minus 1. Umumiy mahraj ko'ramiz. Ya'ni umumiy mahraj bir xil. 2a ning kubi minus 1 bo'lsa, hop, tepalarini qo'shganimiz mablag' qisqarib ketadi va a ning 6-darajasi qoladi. O'zi nima deydi? Soddalashtiring deyapti. Biz tepasini a ning 6-darajasini a ning kubini kvadrat qilamiz. Pastda 2 ko'paytirilgan a ning kubi minus 1 bor. A ning kubini o'rniga x qo'yaman.
x'ning kvadrat. Pastga qo'yaman. 2x minus 1 x kvadrat taqsim 2x minus 1. Hop, x kvadrat taqsim 2x minus 1. Demak, B javobda shuni o'rnini almashtirib qo'yishim B javob to'g'ri. 9-savol B javob bo'ldi. 10-savol ifodani qiymatini toping. Berilgan ifodani soddalashtirib olamiz birinchi. X ning 12 darajasi, x ning 15 daraja minusdan. Pastda x. 16 darajasi, x ning 14 darajasi. Mana uni mana bunga bo'laman. Pastda x kvadrat qoladi. Tepani pastga bo'laman. Tepada x o'zi qoladi, pastda x kvadrat. Ularni qisqartirib olsak, 1 taqsim x qoladi. Adashib ketdim shekilli mana. Adashib ketdi shekilli. 5 bo'lsa, mana buni o'chiramiz. Demak, tepasi x da minus 3-si, endi pasti x da minus 2-si 14 minus 16-si minus mana 15 plus bo'lar ekan. Mana shunda adashibmiz. 15 bo'lsa, mana bu qisqaradi. X qoladi. Bu degani x da 13 taqsim x da minus 16 bo'lsa, bu 15 bilan unda qisqasi x qolyapti. Past 16. 29-si bo'lib ketyapti. Mana shu yerda minus tushib qolgan. Yerda minus tushib qolib shekilli. Minus bo'lsa keyin minus 13 bo'lib x uchinchisi chiqadi. O'shanda 3 ta kubi bo'lib, demak 27 chiqadi. Bitta element chiqmay qolibdi. Javob to'g'ri bo'lishi kerak. Bitta elementi chiqmay qoldi. 10-savolning javobi C javob bo'ldi. 11-savol. Berilgan funksiyaning aniqlanish sohasi -2 6 oralig'ida bo'lsa, ushbu funksiyaning aniqlanish sohasini toping. Demak, birinchi navbatda ularni 2 ga bo'lib uchdan 3ga shularni qo'shishimiz kerak ekan. Demak, birinchi navbatda bularni 2 ga bo'lamiz, minus 1 bo'ladi. Endi 3 dan shularni ayiramiz. Ya'ni 3 dan buni ayiradigan bo'lsak, bittasi 0 bo'ladi, bittasi 4 bo'ladi. Endi bu funksiyani oldida minus 1 taqsim qizig'i yo'q. Demak, 0 dan 4 gacha C javob bo'ladi. X qabul qiladigan qiymatlariga bog'liq. 11-misol javobi C javob. 12-misol o'tilmagan mavzuga aloqador bu. Ushbu egri chiziqgacha bo'lgan eng qisqa masofani toping deyapti. Buning uchun bunga urinma o'tkazilish kerak. O'shancha bu misol turib turadi. 13-misolga o'tamiz. B kvadratning qanday qiymatlarida ushbu funksiya absissa lavhani 2 ta nuqtada kesib o'tadi. Absissa lavhani 2 ta nuqtada kesib o'tish uchun diskriminant 0 dan katta bo'lishi kerak. Buning uchun b kvadrat minus 12 0 dan katta bo'lishi kerak edi. B kvadrat katta 12 dan. Demak, C javobga to'g'ri keladi. Keyingi savol. Endi bu savolda 14-savolda misolda f 0 ga teng bo'lsa, f 14 ga teng. Birinchi navbatda 0 da qo'ysak necha bo'ladi? 1 da qo'ysak necha? 1 da qo'ysak 1 plus 2 ko'paytirilgan f 0 teng 2 ko'paytirilgan f 1 bo'ladi. Mana ifoda 0 ga teng. 0 da qo'ysak demak f 1 degani 1 taqsim 2 chiqadi. Hop, endi 2 ni qo'yamiz. Ya'ni 2 ni qo'ysak 1 plus 2 ko'paytirilgan x o'rniga 2 ni qo'ysak bu 1 bo'lib qoladi. Tamom, 2 f 2 bo'lib qoladi. F 1 o'rniga 1 taqsim 2 ni qo'yamiz, 2 ga ko'paytiramiz. Xullas kalom f 2 1 chiqar ekan. Demak 1 da qo'ysak yarim, 2 ni qo'ysak 1 chiqsa, demak f 2014 ni qo'yadigan bo'lsa, bundan chiqadi. 2014 yarim chiqadi. 1007.
A javobi to'g'ri keladi. 14-savol A javob chiqdi. 15-savol. Endi 0 ga teng bo'lmagan ABCD sonlari uchun mana bu tenglamaning haqiqiy yechimlari, AB sonlari esa bu tenglamaning haqiqiy yechimlari bo'lsa, ularning qiymatini toping. Xullas kalom. X kvadrat plus A ko'paytirilgan X plus B teng 0 ko'rishdagi tenglamani X biri S ekan, X ikkisi D ekan. Demak, S bilan D ni ko'paytmasi B ga teng chiqadi. S bilan D ni yig'indisi minus A ga teng chiqadi. Tenglamaning yechimidir. Keyingi tenglamani, ya'ni x kvadrat plus sx plus d teng 0 ko'rinishidagi tenglamaning haqiqiy yechimlari a bilan b bo'lsa, demak a bilan b ni ko'paytmasi d ga teng, a bilan b ni yig'indisi minus s ga teng. Xo'p, berilgan ifodadan a minus s, b minus d ni qiymatini toping. A minus s plus b minus d ni qiymatini so'rayapti. A bilan B ni yig'indisi minus S ga teng. S bilan B ni qavsdan tashqariga minusini chiqarib olsak, S plus D bo'lib qoladi. Uni yig'indisi minus A ga teng. Minus S plus A bo'lib qolyapti. Minus S bilan D ni yig'indisi minus A. A bilan B ni yig'indisi minus S. S bilan D ni yig'indisi minus qavsdan tashqariga chiqarib olsak, minus A. Tak. A'dan S'ni ayirish kerak. A'dan S'ni ayirish kerak. Natijasi B'ni o'rniga. Endi mana bu yerda jiddiy o'yin qilamiz ekan. Masalan, S'ni topamiz. S'ni qiymati minus A minus B ga teng bo'ladi. Men qo'yaman. S'ni o'rniga minus A minus B minus D teng minus A. Minus A lar qisqarib ketib, B teng D chiqyapti. B teng D. Agar B D ga teng bo'lsa, demak A 1 ga teng bo'ladi. Chunki mana D ni olib borib mana bu yerga qo'yaman. B bilan qisqarib ketib, A teng 1. Agar A teng 1 bo'ladigan bo'lsa, necha bo'lishi kerak? A teng 1 bo'ladigan bo'lsa, biz B'ni qo'ysak, demak D S ham 1 ga teng bo'ladi. Yoki mana bu yerda o'rniga ham biz qo'yamizda. S ham 1 ga teng bo'lib qolsa, demak buni qiymati 0 chiqadi. S javob. 15-misol S javob chiqdi. 16-savolga o'taman. Berilgan tenglamaning 3 ta haqiqiy ildizi bor. Ikkitasi qarama-qarshi. Masalan, 3 ta ildizidan ikkitasi x1 bilan x2 qarama-qarshi bo'lgan. Yig'indisi 0 ga teng. Bizdan a kvadrat minus 2 ni qiymatini so'rayapti. 3 ta ildizga ega bo'lgandan keyin x1 plus x2 plus x3larning yig'indisi ikkala tomonni 6 ga, ya'ni 3 ga teng bo'ladi. Ikkala tomonni 6 ga bo'lib olamiz, 3 ga teng bo'ladi. Endi mana bular yig'indisi 0 ga teng bo'lgandan keyin, demak 3-ildizi demak 3 ga teng. 3-ildizni topdik. Endi a ni topish oson. 6 ko'paytirilgan 3 ning kubi. 18 ko'paytirilgan 3 ning kvadrati. Plus 3 ko'paytirilgan a plus a plusdan 28 teng 0. 3 kubi 27 bo'ladi. 27 ni 6 ga ko'paytiramiz. Bunisi 3 kvadratni, ya'ni 9 ni chiqarib olamiz. 18 minus 18 bo'ladi. 0 bo'lib ketadi. Mana bu yerda 4a
teng 28. Yo'qolib ketgandan keyin bundan a'ni qiymati -7. Demak, a'ni qiymati -7 bo'lsa, javob -7 ni kvadrati 49, -2 teng 47 degan javob. 16-misol bir javob chiqadi. 17-savolga o'tamiz. 17-savolda belgilash kiritib olish kerak. Masalan, x kvadrat minusdan 5x da o'sha t deb belgilab olsak, birinchi qavsgacha t minus 4 bo'ladi, ikkinchi qavsgacha t plus 3 bo'ladi. Minusdan 8 teng. Ochib chiqaman buni. t ni kvadrati minusdan t minus 12 minus 8 teng ko'rinishi keladi. t ni kvadrati minus t minusdan 20 teng 0 bo'lsa va t ni birinchi qiymati minus 4, t ni ikkinchi qiymati 5. Xo'sh, biz t da belgilaganlarimiz birinchisi x kvadrati minus 5x teng minus 4. Bundan x kvadrati minusdan 5x plus 4 teng 0 va x birinchi qiymati 1, x ikkinchi qiymati demak 4. Ikkinchidan x kvadrati minusdan 5x teng 5. Bundan x kvadrati minusdan 5x minusdan 5 teng 0 bo'lishi keladi. Ildizlar yig'indisini so'ragancha bu irratsional ildizga ega ildizlarning yig'indisi 5 ga teng. Mana bu ikkalasining yig'indisi ham 5 ga teng. Общий ildiz javob 10 ga teng bo'ladi. Javob. o'n yettinchi savol javobi javob ekan. 18 savol x 0 dan kichkina, y z 0 dan katta. Demak, soddalashtiramiz. Z plus x musbat son. Modul uchun tashlaveramiz. Z plus y da manfiy sondan musbat son ayrilyapti. Ikkinchisi oldiga minus qo'yib tashlaymiz. Plusdan x minus y bo'ladi. Pastda x oldiga minus qo'yib tashlayman. Z shunday tashlayman. Y'lar qisqarib ketsa, x plus z taqsim z minus x. Bir joyga to'g'ri kelar ekan. 18-savol, demak bir javob. 19-savol, tengsizlikni yeching. Berilgan ifodani ildizlarni qisqartirib oladigan bo'lsa, modulda 3x minus 7 minus 2 taqsim x minus 2. Narigi tomonni bu tomonga olib o'tamiz. 3 minus modulda x taqsim x minus 3 kichik yoki teng ko'rinishi keladi. Hop. X minus 2 emas, x minus 3 ekan. Demak, x minus 3. Umumiy mahraj ko'raman. X minus 3 da. Demak, tepasi modulda 3x minusdan 7 plusdan modulda x minusdan 5 kichik yoki teng 0. Endi buni ishlash uchun intervallar usulidan foydalanaman. Bittasini qiymati 0 chiqadi, bittasini qiymati 7/3 modullarda intervalni chizib birinchi oraliq, ikkinchi oraliq, uchinchi oraliqda qiymatlarni topamiz. Birinchi oraliqdagi qiymat 0 dan kichkina sonda qo'ysam, birinchi modul manfiy, ikkinchisi ham manfiy bo'ladi. Ya'ni minus 3x plus 7 minus x minus 5 taqsim x minus 3 kichik yoki teng 0. 7 dan 5 ta ayiramiz 2 bo'lar ekan. Minusdan 4x taqsim x minus 3 kichik yoki teng 0 bo'lishi keladi bu. Ishlab olamiz birinchi. Ya'ni bitta qiymat 3, bitta qiymat 1 taqsim 3. Tepasi kirib, past kirmaydi. Hop, 0 ni qo'ysak, manfiy, musbat, manfiy. 0 dan kichkina oraliqda olamiz. Lekin bizga 0 dan kichik tomonni olgin deyapti. Hozircha ya'ni mana bu oraliqni olamiz. Endi ikkinchi oraliq uchun. Masalan,
noldan katta ikki taqsim uchdan kichkina sonni qilsak, birinchisi manfiy bo'ladi. 3x minus 7. Ikkinchisi musbat bo'ladi. Minusdan 5 taqsim x minus 3 kichik yoki teng. Tepani hisoblasak 2 minus 2x taqsim x minus 3 kichik yoki teng 0. Bunga ham interval chizaman. Bunda bitta qiymat 1, ikkinchi qiymat 3 chiqadi. Tepasi kiradi. Past kirmaydi. 3 dan katta sonni qo'ysak, manfiy, musbat, manfiy. O'rtasi musbat bo'lar ekan. 0 dan kichkina oraliqlarni olaman. Endi bizdan 0 dan katta 7 taqsim 3 dan kichkina tomonda olgin deyapti. Mana bu oraliq. Hop, 3-oraliq. 3-oraliqda kelasi ham musbat bo'ladi. Unda shunday tashlaveramiz. 3x minus 7 minus x minus 5 taqsim x minusdan 3 kichik yoki teng. Bu degani 4x minus 12 taqsim x minus 3 kichik yoki teng. Buni qiymati bo'shliq bilan chiqadi. Demak, yechim qaysi oraliqlar bo'lyapti? 0 dan endi berilgan ifodada birlashtiradigan bo'lsak, birlashtiradigan bo'lsak 2,3 dan 1. 7 taqsim 3. 7 taqsim 3 dan katta tomoni. Taqsim 3 dan kichkina tomoni. 7 taqsim 3 dan 3 gacha, 3 dan cheksizgacha A javobga to'g'ri kelyapti. Demak, adashmagan bo'lsam, A javobga to'g'ri keladi. 19-savolning javobi A javob. 20-savolda berilgan ifodalardan munosabatlarni aniqlang. Berilgan ifodalarda A, B'lar uchun qaysi munosabat o'rinli bo'ladi deyapti. Demak, A dan B'ni ayirsak, misol uchun A sonidan B sonini ayirsak, modulda x minus 3 chiqyapti. Mana doim musbat son. Demak, A soni B sonidan katta bo'ladi. A javob to'g'ri. A javob.